Eron va AQSh o'rtasidagi kelishuv loyihasi o'zgardi. Tasnim. Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish bo'yicha kelishuv loyihasi matni so'nggi kunlarda o'zgartirildi va hali kelishilmagan. Bu haqda Tasnim agentligi o'z manbasiga tayanib xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, matn hali tasdiqlanmagan va shu sababli G'arb OAV tomonidan kelishilgan dastlabki varianti sifatida e'lon qilingan loyiha hozircha noaniq bo'lib qolmoqda. So'nggi bir necha kun ichida memorandum matni bir qator o'zgarishlarga uchradi, deya tushuntirish bergan agentlik suhbatdoshi. Avvalroq Axios portali amerikalik va eronlik muzokarachilar o'zaro anglashuv memorandumi loyihasini kelishib olganliklari va hujjat AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan ma'qullanishi kutilayotgani haqida xabar bergan. Portalga ko'ra, kelishuv sulh rejimini uzaytirish va Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni boshlashni nazarda tutadi. 28 fevral kuni AQSh Isroil bilan hamkorlikda Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlagan. Bunga javoban Tehron Isroil, AQSh bazalari va Yaqin Sharqdagi neft infratuzilmalariga raketa va dronlar bilan zarba bergan. 10-may kuni Eron Fors ko'rfazi hududidagi mojaroga barham berish bo'yicha Amerikaning takliflariga javobini Pokistonga topshirgan. AQShning The Wall Street Journal gazetasi manbalariga ko'ra, Tehron Washington talab qilayotgan yadroviy obyektlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. Nashrning qayd etishicha, Eron tomoni uranni boyitishni to'xtatib turishga rozi bo'lishga tayyorligini bildirgan, biroq AQSh talab qilganidek 20 yilga emas. Keyinroq AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronning javobini nomaqbul deb atagan. 8 apreldan buyon Eron va AQSh o'rtasida o't ochishni to'xtatish tartibi amal qilmoqda. Sulh davomida tomonlar yakuniy tinchlik bitimini imzolashi kerak. Donald Trampning so'zlariga ko'ra, Eron hukumati yadro quroliga ega bo'lishdan voz kechishga rozi bo'lgan. Eron va AQSh o'rtasidagi ilk muzokaralar 11 aprel kuni Islomobod shahrida bo'lib o'tgan. Ukraina yana Rossiyaning yirik zavodlariga zarba berdi. Ukrainaning Rossiya hududlariga uyushtirilgan keng ko'lamli tungi dron hujumlari oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Hujumlar asosan Volgograd va Bryansk viloyatlarida qayd etilgan bo'lib, kimyo zavodi hamda yirik neftni qayta ishlash korxonasiga zarar yetgani aytilmoqda. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Volgograd viloyati gubernatori Andrey Bacharovning bildirishicha, Volchiskiy shahridagi sun'iy tolalar ishlab chiqaruvchi zavod dron hujumiga uchragan. Zarba oqibatida 60 yoshli erkak halok bo'lgan. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh Bryansk viloyatida ham dron hujumlari kuzatilgan. Viloyat vaqtinchalik gubernatori Yegor Kovalchukning ma'lum qilishicha, Solovyovka qishlog'ida berilgan zarba oqibatida bir tinch fuqaro halok bo'lgan. Mazkur qishloq Ukraina shimolidagi Chernigov viloyati bilan chegaraga yaqin hududda joylashgan. Rossiya Mudofaa vazirligi joriy yilning 28-may oqshomidan 29-may tongigacha mamlakatning turli hududlarida jami 208 ta Ukraina droni urib tushirilganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, hujumlar bir nechta viloyatni qamrab olgan. So'nggi oylarda Ukraina Rossiyaning energetika va harbiy infratuzilma obyektlariga dron hujumlarini kuchaytirgan. Kiyev rasmiylari bunday zarbalarni Rossiyaning Ukrainaga qarshi davom etayotgan bosqini va raketa hujumlariga javob sifatida izohlab kelmoqda. UNICEF Livandagi bolalar o'limi bo'yicha ogohlantirish berdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi Livandagi so'nggi vaziyat bo'yicha jiddiy ogohlantirish berdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har 24 soatda o'rtacha 11 nafar bola halok bo'lmoqda yoki jarohat olmoqda. Bu ko'rsatkich so'nggi harbiy harakatlar va kuchaygan hujumlar oqibatida fuqarolar, ayniqsa bolalar xavfsizligi keskin yomonlashayotganini anglatadi. UNICEF rasmiy hisob-kitoblariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Livanda jami 77 nafar bola halok bo'lgan yoki jarohatlangan. Tashkilot bu raqamlar Livandagi gumanitar vaziyatning nihoyatda og'ir ekanini yaqqol ko'rsatishini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari, o't ochishni to'xtatish kelishuvi boshlanganidan 16 apreldan buyon 55 nafar bola hayotdan ko'z yumgan. 202 nafari esa turli darajada jarohat olgan. UNICEF vakili Ricardo Perez vaziyat yuzasidan bayonot berib, barcha tomonlarni o't ochishni to'xtatish kelishuviga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, xalqaro gumanitar huquq normalari aniq bolalar hamda fuqarolik infratuzilmasi har qanday sharoitda himoya qilinishi shart. Ammo amaldagi vaziyat bu talablar yetarli darajada bajarilmayapti. Hisobotlarda qayd etilishicha, Isroilning Livan hududlariga zarbalari davom etmoqda, xususan janubiy hududlardagi bir qator shahar va qishloqlar hamda Bayrutning janubiy chekka tumanlarida ham hujumlar sodir bo'lgan. Ba'zi hududlar jangovar zona deb e'lon qilingan.
qilingani vaziyatni yanada keskinlashtirgan. BMTning Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham Livandagi vaziyat yuzasidan xavotir bildirgan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, o't ochishni to'xtatish kelishuvidan keyin sog'liqni saqlash muassasalariga 27 ta hujum qayd etilgan. Bu hujumlar oqibatida 25 kishi halok bo'lgan va 42 kishi jarohat olgan. Shuningdek, rasmiy ma'lumotlarda 16 ta shifoxona va 13 ta birlamchi tibbiy yordam markazlari zarar ko'rgani qayd etilgan. Bu esa allaqachon og'ir bosim ostida ishlayotgan Livan sog'liqni saqlash tizimi yanada zaiflashmoqda.